Assalomu alaykum. Mahallaga oid huquqiy ma'lumotlarni sizga qisqa va tushunarli tarzda taqdim etishga tayyormiz. Suda va subsidiya, ularning farqi nimada? Aholi o'rtasida eng ko'p beriladigan savollardan biri bu suda va subsidiya tushunchalari hamda ularning kimlarga ajratilishi masalasidir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 11-martdagi 158-son qaroriga muvofiq suda kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida jamg'arma mablag'lari hisobidan jismoniy va yuridik shaxslarga qaytarish sharti bilan beriladigan foizsiz moliyaviy yordamdir. Subsidiya esa ayni shu maqsadlar uchun ajratiladigan, biroq qaytarib berilishi talab etilmaydigan foizsiz ko'mak hisoblanadi. Suda qanday ajratiladi? Kambag'al oila reyestriga kiritilgan fuqaro o'z faoliyatini boshlashi yoki zarur jihozlarni xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha bo'lgan miqdorda suda olishi uchun eng avvalo Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki onlayn mahalla platformasi orqali murojaat qilishlari mumkin. Murojaat hokim yordamchisi tomonidan maxsus scoring tizimi orqali baholanadi. Agar ijobiy xulosa berilsa, mahalla yetkiligi tomonidan ko'rib chiqiladi. Salbiy xulosa berilgan taqdirda esa rad etilish uchun sabablar ko'rilgan holda fuqarolarga xabarnoma yuboriladi. Mahalla yetkiligi 3 ish kuni davomida o'rganishlar olib borib, suda miqdori, qaytarish muddatlarini belgilaydi va qarorni elektron tarzda tasdiqlaydi. Shundan so'ng hujjatlar jamg'armaga yuborilib, mablag' ajratiladi. Subsidiya ham xuddi shunday tartibda ajratiladi, ammo ularning asosiy farqi ushbu mablag' qaytarilmaydi. Sizni huquqiy yo'nalishda qanday ma'lumotlar qiziqtiradi? Bizga yozib yuboring. Mutaxassislardan birgalikda javob olamiz.